Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 21-iyul kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Ko'ra dollarning rasmiy kursi 71 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 11.960 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.196.900 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 94 so'mga pastlab, 1 yevro 13.670 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.367.038 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.71 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 152 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 152.530 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0.2 so'mga pastlab, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25.420 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun alohida kattakon rahmat.